So'x tumanida keng ko'lamli tozalik va obodonlashtirish ishlari izchil davom etmoqda. Ayniqsa, So'ybozor mavzesidagi yozgi amfiteatr hududida amalga oshirilayotgan ishlar e'tibor markazida. Mazkur hudud tuman markaziga olib boruvchi asosiy yo'l bo'yida joylashgan bo'lib, o'ziga xos tashrif qog'ozi hisoblanadi. Bu yerda turli ma'naviy, ma'rifiy, madaniy hamda ko'ngilochar tadbirlar o'tkazib kelinadi. Hudud qiyofasini yangilash va sanitariya holatini yaxshilash maqsadida keng qamrovli tozalik hashari tashkil etildi. Obodonlashtirish ishlari tuman hokimi Said Bahrom Said Musayev tashabbusi bilan amalga oshirilmoqda. Ramazon oyi munosabati bilan hududda alohida fayz va pokizalik muhiti yaratilmoqda. Amalga oshirilayotgan tozalik va obodonchilik ishlarida tuman obodonlashtirish boshqarmasi ishchi va xodimlari faollik ko'rsatishmoqda. Xayrli ish va ezgu amallardan keyin bu hudud fayzli go'shaga aylanadi. Muborak o'yini Arafa kuni shu obodonlashtirish boshqarma tozalik e'lon qilib, hashar yo'lida Polni Amir Temur ko'chalarini tozalab, oqlab, muborak oyga tayyorlanib kirdik. Mana bugun ikkinchi kunlari Xudo xolasa mana amfiteatrimizga keldik. Amfiteatrda tozalab yaxshi dam oladigan joy, binolar tushadi, dam oladiganlar, naveslar, haligi shpanglar tushadi. Shunga harakatda qilib, hozir mana tozalaqdimiz. 3 kun ichida tozalab, gullarni ekib, yerdan chiqib ketamiz. Shuningdek, mazkur maskanda ixcham va qulay dam olish xonachalarini barpo etish rejalashtirilgan. Loyihalashtirish ishlari yosh mutaxassis Hikmatjon Kamolov tomonidan ishlab chiqilmoqda. Bizdagi asosiy maqsad shu So'xda turizm sohasini rivojlantirish. Hozir bizda obodonlashtirish ishchilari tozalab, bizni joyimizni tozalab berishyapti. Ertadan bizni texnikalar kirib, shu yerda mini gastinisalar, ya'ni o'zini tilida bu nomi Afrem uylar deydi. Afrem uylar shu noodatiy zamonaviy loyihalar chizilgan. Hozir biz buni aniqlashtirib, nimasini chiqarib, pasportini chiqarishimiz kerak. Keyin tushadi shu yerga. Bu yilgi nimada smeta bo'yicha 6 ta tushishi kerak. 6 ta 10 kishilik joy. Bu degani 60 kishi nimaga, odamga dam bo'ladigan gastinisa mo'ljallangan. Amalga oshirilayotgan bunday ezgu ishlar hududning jozibadorligini oshirish, turizm salohiyatini kengaytirish va aholi uchun qulay sharoitlar yaratishga xizmat qiladi.